Bomdod namoziga kechikib qolmayli. Mangayli, tezroq bo'linglar. Ali qayerda? Texi o'rnidan turmadimi? Ras, Ali qayerda? Ali, biz bilan masjidga bormamsa? Dada, Ali texchi uxlayotdi. Nima? Texchi uxlayotdi? Bu qandoq bo'lgani? Uni uyg'otmadinglarmi? Fatima uni chaqirdi. Men chaqirdim, lekin uyg'otolmadik. U uxlayotdi. Bu qandoq bo'lgani? Uxlab yetaversa, jamoatga yetisholmaydi. U siz bilan birga masjidga bora olmag'idek. Uning nemishqa o'rnidan turmaganligini bilmadim. Asli Ali oqshom bek kashiyotgan. Kashiyotqashqa uyg'ona olmadi. La havla va la quvvata illa billah. Namozga kechikmayli dada. Biz uni saqlamay masjidga chiqaverayli. Atiganlikka Ali bilan o'zim so'zlashay. Nemishqa biz bilan birga chiqmaganligini so'rab boqay. Hammanglarga salom. Atiganinglar xayrli bo'lsin. Va alaykum assalom Ali. Ne bo'ldi? Menga boshqa chiqaraysizlar-ku. Bomdod namozida seni masjidda ko'ralmadik-ku bolam. Bova, meni kechiring, oqshambek charchab ketgan edim. Uning ustiga kech yetibdiman. Shunga atigan vaqtida o'rnimdan tura olmadim. Apu so'rayman. Charchab ketgan dedingmi? Ali, nemishqa charchab ketding? Sizga ma'lum, bugun dam olish kuni. Men kechidan kompyuterda o'yin o'ynagan edim. Vaqtning shunchalik tez o'tib ketganligini sezmayli qoptiman. Shunga atigan uyg'ona olmadim. Rostini kechirim so'rayman. Saharda o'rningdan turib biz bilan birga masjidga kelolmasligingning sababi kechidan kompyuterda o'yin o'ynading. Shundaqmi o'g'lim? Shundaq. Hamma ish siz degandek bova. O'g'lim, shuni bilginki, vaqtimizni nimaga sarf qilganligimizdan mas'uliyatga tortilamiz. Uning ustiga foydasiz ishlar bilan sabablik farzlarni ado qilmasak, buning mas'uliyati texmo og'ir. Bu ishga qanday qaraysan o'g'lim? Farz namozlarni vaqtida jamoat bilan ado qilishimiz kerak. Bunda qilmasak, hayotimizda xotirjamlik va baxt saodatga erisha olmaymiz o'g'lim. Deganingizdek, har ibodatning o'ziga maxsus belgilangan vaqti bor, shundaqmi bova? Demoqchi bo'lganim shuki, bir kishi payg'ambar alayhissalomdan amalning qaysi eng afzal deb so'raganda, payg'ambarimiz uningga namozni vaqtida o'qish, ota-onaga hurmat qilish deb javob bergan. Allohning meni afv qilishini tilayman. Namozni kechiktirib vaqtida o'qiy olmay xato qildim. Alloh hammamizga yordamchi bo'lsin. Hammamizga to'g'ri, yaxshi ishlarni muyassar qilsin. Amin. Bova, bizga islomning muhim prinsiplarini o'rgatib qo'yganligingiz uchun rahmat. Nashtadan keyin payg'ambarimizning hayotiga munosabatlik voqealikning davomini aytib bersangiz bo'lamdi? Bo'ladi, xushallik bilan aytib beraman bolam. O'tganda kelgan yerdan boshlab aytib beraman. Alimo bugun namozga kechikkanlik xatoligini tundi. Bismillahirrohmanirrohim. O'tganda Badr urushida musulmonlarning g'alaba qilganligini so'zlagan edik. Badr urushi mushriklarning tunji mag'lubiyati bo'ldi. Mo'minlar oldida Quraysh mushriklari bechoralarcha mag'lub bo'ldi. Abu Jahil, Utba ibn Rabi'a, Valid qatorliq Qurayshning qatiboshlari o'ltirildi. Bu xabar Makkaga yetib berishi bilan mushriklar qattiq g'azablandi va islom qo'shinidan qo'rqishga boshladi. Ular meni nemishqa qo'g'layotdi. Nemishqa yig'lab vaqirab orqamga kirib oladi. Chunki ular meni bu mag'lubiyatga sababchi bo'ldi deb o'ylayotdi. Badrda ular bilan birga o'lgan bo'lsam yaxshi bo'lamdi, ha? Men o'zimni qutqizmadim. Men Qurayshning mol-mulkini qutqizib qoldim. Men ular bilan birga bormayman. Yetar amdi. Bo'ldi bas. Ketinglar. Bu yerda yo'qolinglar. Dadamni, akamni, tog'amni aslatadigan odamni ko'rar ko'zim yo'q. Dadam Utba ibn Rabi'ani, akam Valid yoki Rabi'aning yigiti tog'amni aslatadigan hech qanday bir odamni ko'rishni xohlamayman. Xotin o'zinglarni tutib olinglar, o'tib qolay. Muhammad va sabdoshlari, Hamza, Ali, xat to'xtab turish. Senlarni o'ltirmaydigan bo'lsam, dadam, akam, tog'amning ko'rganlarini senlarga ko'rsataman. Ularning intiqomini cho'qim olaman. Hey Hamza, qasam qilamanki, seni cho'qim o'ltirman. Hapsini o'ltirib qolmay, jastingni kukun talqon qilvatmasam hisob emas. Bo'ldi, endi yig'lama. Bu qitim Muhammadga qarshi bir qo'shin tayyorlayman. Quraysh cho'nglarining intiqomini olamiz. Endi hozir qorliq tutib, yig'lab o'ltiradigan chog' emas, bildingmi?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Ey Yahudi çoğları, Müslümanlarning g'albisi ularning xo'rigini texmi o'stirib qo'ydi. Ular zo'rayib kelsa qandaqmi qilarimiz? Ey ibn Salul, hozir bizning ko'ngil biladiganimiz ularning g'albisi emas. Hozirgi sharoitda Muhammad va sabdoshlarga qanday muomala qilishimiz kerak? Ular Yasrib va uning atrofida bosh ko'tarishga boshladi. Qurayshliklar orqaga chekinyotdi. To'g'ri deysan, birodar. Musulmonlar kunsiri kuchayotgan sharoitda ularga dushmanlarcha muomala qilishimiz oqilonlik emas. Ey ibn Salul, sen bu urushga qatnashmading. Sen endi islomiyatni qo'llaganda qiyofatga kirib olib, ularning ichida fitna fasod teriydigan bir guruh paydo qil. Soni ko'proq bo'lsin. Ey Yahudi cho'nglari, sizlarning planlaringlar va hiyla mikringlarga ehtiyojim bor. Bizning o'rnimizni qo'g'dashga kuch qila olsanglar, biz sizlarga madad beramiz. Sen xotirjam bo'l. Yasribda bizning va sizlarning o'rninglarni musulmonlarga qarshi muhofazat qilamiz. Ajoyib ish. Bu yerda hech kim yo'q. Tijoratchilar do'konni melini ochiq qo'yib na ketgandi. Biror o'g'ri bu moldan o'g'irlab ketishi mumkin. Ular zodi na ketgandi. Bu mallarni Allah saqlaydi. Sen qayerlik? Men Yamanlik. Makkaga bordingmi? Ha, bordim. Makka o'tish yo'limda tursa. Makkada bir qancha kun turgansan? Shundoq, Makkada to'gilarim bilan dam oldik. Cho'ldan biror xabar bormi? Xush xabar yo'q. Arablar sizlarga qarshi qo'shin to'playotdi. Qo'lida qilich tutalaydigan har bir odam Badr urushida o'ldirilganlarning intiqomini olish uchun tayyorlanibdi. G'oyat zo'r bir qo'shin kelmoqchimish. Bulardan yiroq tursanglar, sizlar uchun yaxshi albatta. Bizning kuchimiz bu yerda, yuragimizda va iymonimizda. Ularni sal chaqlamanglar. Ular sizlardan intiqom olish uchun jiddiy tayyorlik qilib o'tibdi. Ağaç xanım, sil talab qilgan qo'l keldi. Oldi bilan bizga mahoratini ko'rsatsin. Isming nima? Ismim Vahshi Og'chixinim. Nayzini yana mushundaq bir qitim atalasang, seni ozod qilaman. Qo'lliqdan qutulasan. Bo'ying bilan tang kumush beraman. Yipak kiyim kiygizaman. Nimani xohlasang shuni qilasan. Og'chixinimning bo'yliqiga jinim peda. Abu Sufyan, urushga chiqadigan qo'shin qancha kishilik bo'ldi? Qo'shinda Quraysh va ularning ittifoqdoshlaridan bo'lib, jami 3000 nafar chavandozimiz bor. Meningcha Abu Sufyan bu urushga ayollarni billa ilib borayli. Ular erlariga madad beradi. Erlar ayollarni qo'llash uchun bo'lsa-mu jon tikib urushidi. Bu to'g'ri gap bo'ldi. Bosh qo'mondan kim bo'ladi? Bu vazifani men ustimga olaman. Sen askarlarimizni tashkilligin. Xo'p, bayroqdorimiz kim bo'ladi? Bayroqni Abduddar o'g'illaridan bir qancha kishi ko'tardi. Yaxshi o'ylabsan. Meningcha ular tamoman ishonchli kishilar. Ey Qurayshning cho'ngi, ijozat qilsa, men mangay qiladigan ko'p ishim bor. Bu urushga cho'qim puxta tayyorlik bilan chiqishimiz kerak. Sana yo'l bo'lsin Valid. Urush maydonida sening aql parostig'ini, talantingni ko'ramiz. Bova, Mekkiliklarning planidan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xabar topdimi? Albatta qizim. Payg'ambarimizning tog'isi Abbos payg'ambarimizga bir parcha maktub yozib, tayyorlanayotgan qo'shin haqida tafsiliy xabar yetkazdi. Payg'ambarimiz buni bilgandan keyin shaharni mudofaa qilish planini tuzdi. Shundaqmi bova? To'g'ri o'ylabdimanmi? Afirin Ali. Payg'ambarimiz darhol sahobalar bilan maslahatlashib, plan tuzdi. Urush uchun muhim bo'lgan ba'zi ishlarni maslahatlashdi. Bova, undaqda bu urush nega yuz berdi?
Uhud teg'iga yaqin bir yerda bo'ldi. Bu chaqda hijratga texi amdila 3 yil bo'lgan edi. Bova, bu urush haqida biroz so'zlab bergan bo'lsangiz. Hozir so'zlab bera olmayman o'g'lim. Chunki peshin vaqti yaqinlashib qoldi. Masjidga bormasam bo'lmaydi. Jamoatga ulgurib berishim kerak. Bova, hadis niyatladim. Namozni vaqtida o'qish kerak. Siz bilan birga masjidga boray. Kelar qitimda davomini so'zlab beray, balarim.